Farzandimga qattiqqo'l bo'laymi yoki muloyim bo'laymi degan savol barcha ota-onalarni doim qiynab kelgan. Lekin bu noto'g'ri savolligini ko'pchilik ota-onalar tushunishmaydi. Farzandingizga bo'lgan hozirgi munosabatingiz uni butun umr qanday shaxsiyat egasi bo'lishiga sabab bo'ladi. Xohlagan narsalarni muhayyo qilsangiz, bola zaif va injiq bo'lib qoladi. Qattiq qoidalar qo'ysangiz, o'zini fikri bo'lmaydi va tortinchoq bo'lib qoladi. Umuman e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, hayotda adashib qoladi. Haqiqat shuki, bolani faqat qattiq qoidalar bilan yoki erkinlik bilan, ya'ni faqatgina erkinlik bilan tarbiyalab bo'lmaydi. To'g'ri tarbiya 3 ta narsadan iborat bo'ladi. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, to'g'ri tarbiya qanday munosabat orqali shakllanishini va qo'llashga oson bo'lgan tarbiya formulasini tushunib olasiz. Assalomu alaykum. Men Muhammad Nur Mirqodirov, Hilol ta'lim va ustoz akademiyasi asoschisiman. Hozirgi kunda 8 ta filialimiz Toshkent shahrida o'z faoliyatini olib boryapti. Bu videoda ota-onalarning farzandiga bo'lgan munosabati orqali farzandlarda vujudga keladigan 4 xil shaxsiyat haqida gaplashamiz. Video so'ngida farzandning ideal shaxsiyat vujudga kelishi uchun ota-onalar qanday uslubni qo'llash kerakligi haqida gaplashamiz. Farzand tarbiyasidagi 4 xil shaxsiyatni paydo bo'lishida 2 xil munosabatning qarama-qarshisi sabab bo'ladi. Bu qanaqa munosabat desak, farzandlarimizga uni yoshlik istaklari, xohishlari, yoshlikdagi yoshlik hissini berishlik, mana va xuddi shuni aksi umuman u narsani bermasligimiz, ya'ni umuman xohish istaklarni bermasligimiz. Bir xil sifatning qarama-qarshisi. Va shu bilan birgalikda farzandimizning xatolarini, kamchiliklarini, unga zarar beradigan narsalarni to'sishimiz va xatolarni to'g'rilashimiz va shuni aksi o'laroq xatolariga ham qaramasdan, unga zarar beradigan narsalarni ham uni to'smasdan munosabat qilishimiz. Va bu 4 ta munosabat har bir shaxsiyatni rivojlanishida o'zini ko'rsatadi. Shu ikkitalik juftliklardan shaxsiyatlar vujudga keladi. Muhayyo qilamiz, xatolarni to'g'rilaymiz. Bu birinchisi. Xatolarni to'g'rilaymiz, lekin yoshlik kayfiyatini bermaymiz. Bu ikkinchisi. Muhayyo qilamiz, lekin xatolarni umuman to'g'rilamaymiz. Uchinchisi, xatolarni ham to'g'rilamaymiz va shu bilan birgalikda umuman yoshlik kayfiyatini ham bermaymiz. Bu 4-inchisi. Mana shu juftliklar o'laroq farzandda o'sha 4 xil shaxsiyat vujudga kelishini tushunishimiz mumkin. Va birinchisi muvozanatli shaxsiyat. Bu muvozanatli shaxsiyat shunaqangi, yoshligini haqiqatda his qilgan va o'ta erkalanib ketmagan holatda bo'ladi. Ertaga katta bo'lsa, ya'ni nima hisobiga erkalanib ketmaydi desak, xatolarini to'g'rilashingiz sababidan erkalanib ketmaydi. Bu borada Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikkita holatlarini ko'rib chiqamiz. Bir kuni sahobalar bilan namoz o'qiyotgan holatlarida imomga o'tib-o'tdilar. Yo'llardan kichkina bola kelib, yelkalariga chiqib oldi. Sajda holatda edilar. Shu holatda sajdada qolib ketdilar. Namoz tugatishdi. Sahobalar so'rashdi. Sajdada qolib ketdingiz, vahiy kelib nima bo'ldi desa, bola kelib meni yelkamga chiqib oluvdi. Xuddi katta aqli joyida bo'lgan inson kelib unga tegilgandagi munosabat bo'lmagan. Uni yosh bolaligiga his qilingan yoshlik hislari berilgan. Endi shu borani ikkinchisi, ya'ni xatolarini to'g'rilash borasida ko'radigan bo'lsak, bir kuni o'zlarini bolalardan bir narsani og'ziga solib qo'ydi. Ya'ni u mol shunaqangi mol ediki, sadaqa mol edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bordilar-da, bolani og'ziga qo'llarini tiqib turib oldilar. Ya'ni bu ajoyib holatda. Keyin aytdilarki, "Sen bizga sadaqa molini yeyish mumkin emasligini bilmasmiding?" dedilar. Farzandingiz haqiqatda qilish kerak bo'lmagan nuqtalarda u bo'ldi qilaversin, mayli yosh bola-ku demaslikni tushunsak bo'ladi. Bu muvozanatli shaxsiyat. Ikkinchisi, shunday ota-onalar bor, xatolarini to'g'rilaydi farzandini. Kamchiliklarini to'g'rilaydi. Mana buni qilmagin, buni qilmagin, mana buni qilmagin deydi. Lekin farzandiga xohish istaklarini, yoshlik hislarini unga bermaydi. Va bu ikkalovini birgaligida mahrum shaxsiyat vujudga keladi. Sizning xatolaringiz to'g'rilandi, hamma ota-onangiz aytganlarini hammasini qilyapsiz, lekin sizga yoshlikdagi hislar berilmayapti. Va mahrum shaxsiyatda katta bo'lgan bolalarni 2 turga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi, bola ota-onasining yoniga keladi-da, "Men mana buni qilsam maylimi?" deydi. "Yo'q" desa ketadi-da, joyiga borib ko'rpasining ichiga kirib olib yig'laydi yoki ota-onasi haqida qanaqadir yomon gaplar gapirishi mumkin. Hech ham qo'ymaysiz, har xil hislar o'tishi mumkin. Shunaqa qiladi. Va bu toifalar katta bo'lganda, misol uchun o'zining rahbarlarining yoniga kirib qaysidir taklifni aytsa, "Yo, bu bo'lmaydi" deb aytadigan bo'lsa, ketadi-da, yana "Sen nimani bilarding" deb har xil gaplarini gapirib, yana ishini ketaveradi. Bu birinchi.
Ikkinchi toifa shunaqangi, har ya'ni insonlarni hamma hislariga, fikrlariga tupurib qo'ygan bo'ladi. Fikrlashi yo'q bo'ldi, kerak emas. Hamma narsani inkor qilish, munosabatlarni, fikrlarni, hamma narsani inkor qilib qo'yadi. Men o'zim bilaman. Va bu shaxsiyatlar, ya'ni mahrum shaxsiyatdagi insonlar katta bo'lganda ham, balog'at yoshidan ham katta bo'lsa, 20 yoshdan ham oshganda shunaqangi holat bo'ladiki, yoshlik hislari unga berilmaganini hisobiga katta bo'lsa ham yoshlik qilib qo'yaveradi. Chunki yoshlik hissiga to'ymagan, yoshlik qilib qo'yadi. Bu yoshlik qilib qo'yibdi deydi. Misol uchun, katta kishi qilish kerak bo'lmagan narsalar. Shunaqangi vaziyatlar bor. U joylarda hazil qilish kerak emas yoki bachkanalik qilish kerak emas. Yoshlikni hissini o'tga ko'rsatish kerak emas, lekin yoshligini hissiga to'ymaganligini hisobiga haligi hislar chiqib ketaveradi. Qattiq tizim ostida katta bo'lgan bola, lekin unga istaklari berilmasa, mahrum shaxsiyat egasi bo'lar ekan. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Yana ham foydali va manfaatli videolarimiz hali oldinda. Endi 3-chi shaxsiyat egasi, ota-ona hamma istaklarini bajo keltiradi va umuman xatolarini to'g'rilamaydi. Bu holat zaif shaxsiyat bo'ladi. Muhayyo qilasiz va xatolarini to'g'rilamaysiz. Farzandingiz zaif shaxsiyat bo'ladi. Odatda bu shaxsiyatni tarbiya qiladigan ota-onalar mana bu shaxsiyat egasi bo'ladi. Sababi xatolarini to'g'rilab qattiq rejimda katta bo'lgan va unga istaklari berilmagan bo'ladi. Men yoshlik istaklarini ola olmadim degan og'riq bo'ladi unda ota-onada. Ota-ona sifatida yoshlik istaklarini berishim kerak deydi-da farzandiga. Istaklarini muhayyo qilish barobarida xatosini to'g'rilamaydi. Bola mana qilish senga zarar beradi degan narsani ota-ona, ya'ni bu yerda katta bo'lgan ota-ona, ya'ni shu shaxsiyatda katta bo'lgan ota-ona va bolamni har xil xohishlardan to'sib qo'yapman degan his o'tadi. Hozir ommalashib ketdi, zaif shaxsiyat bo'lib ketdi. Bolalar erkatoq, ya'ni zaif shaxsiyatdagi bolalarning sifatlari shunaqangi, erka, injiq, gapingizni aytsangiz quloq solmaydigan, chunki tartib qoidaga o'rganmagan. Men xohlaganimni qilaman degan narsaga o'rganib qo'ygan. Farzandingizga hamma istaklarini muhayyo qilsangiz, lekin qilish kerak bo'lmagan hayotda, qilish kerak bo'lmagan narsalar borligini tushuntirib, ularga chegara qilib beramasangiz, ular juda buzg'unchi shaxs bo'lib qoladi. 4-chi shaxsiyat shuki, farzandingizni xatolarini to'g'rilamaysiz. Ya'ni mana senga zarar bermaydi, mana narsa bunaqa bo'lmaydi, buni qilmagin. Kech bo'ldi 12 dan oshdi. Bolam uyda o'tirgan, soat nechilardan keyin ko'chada yurishi insonga foydasi yo'q. Hali yosh bo'lasan. Tushuntirishlar bo'ladi, misol uchun har xil. Shularni qilinmaydi. Va shu bilan barobarida umuman yoshlik hislari ham berilmaydi. Qayerqadir borgim kelyapti, o'rtoqlarim bilan o'ynayim kelyapti, velosiped minib kelyapti deb har xil yoshlikdagi hislar bo'ladigan bo'lsa, ular ham berilmaydi. Va bu ikisini jamlanmasida tashlandiq shaxsiyat rivojlanadi. Ota-ona umuman e'tibor bermaydi. Unaqa qilay, bunaqa qilay desa o'zing bilasan. Men qilib bermayman, lekin qilsang o'zing bilasan. Bilganingni qil. O'zing epla deydigan joy bor, lekin yoshlikda o'zini oshna og'aynisini topmaydigan, bir kishi bilan qanaqadir chiqishib munosabat qurmaydigan, umuman odam u boshqacha inson bo'lib qoladi juda. Savol tug'iladi. Endi ota-ona sifatida biz nima qilishimiz kerak? Farzandimizga eng ideal munosabat quradigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? Unga xohish istaklarini muhayyo qilib, xatolarini to'g'rilasak zo'r bo'ladimi? Muvozanatli shaxsiyat bo'ladimi? O'zi bu borada eng mukammali bu. Tartibli, intizomli, fikrlashi ochilgan, nimani hisobiga unga qo'yib berilgan xohish istaklariga, xatolarini to'g'rilangan. Nimaga? Mana bu narsa xato, bu narsa senga zarar beradi degan tushunchalar bolaga berilgan. Lekin bundan-da ideali bor. Bu qanaqa bo'ladi desak, farzandga xohish istaklarini, yoshlik hislarini berish, xatolarini to'g'rilash va shu bilan birgalikda tanlashga ham, ya'ni o'zing bilasan degan gapni ham aytiladi. Bitta misol bilan shu uchalasini jamlab beraman. Otangiz yonlariga bordingiz. Ada, men restoranga borib ovqatlangim kelyapti. Xo'p, mayli, deyiladi. Ya'ni sizni xohish istakingizga ruxsat berildi. Men 12 gacha o'tirmoqchiman kechqurun deysiz. Bu xato. 12 gacha o'tirishlik bu xato. Xato to'g'rilandimi? Endi tanlov berish qanaqa bo'ladi desak, men amakimning o'g'li bilan birga bormoqchiman desa, o'zing bilasan deydi. Bularni sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, unga zarar qilmaydigan xohish istaklarini beramiz, zarar beradigan nuqtada uni xatolaridan to'samiz va unga foyda ham, zarari ham bo'lmaydigan holatlarda tanlovni o'ziga beramiz. Ya'ni uni qilsa ham, qilmasa ham foyda yoki zarari yo'q. Shunaqa qilib farzand tarbiyasidagi to'g'ri tarbiya, ya'ni to'g'ri munosabat qanaqangi holatda bo'lishligini hozir ko'rib chiqdik. Hozirgi videomiz
sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling. Yaqin do'stlaringizga, ya'ni farzandi bor ota-onalar bo'lsa, ularga ulashib qo'ying. O'zingizda qanaqadir fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga, ya'ni izohlarga yozib qoldiring. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.